Alqısa şundaq qilib biz Şangaldagi 2 mayda o'yinni muvaffaqiyatli tugatib, Qayvondan o'tdik va Ovminga qarab mangdik. Avtobusda ancha uzun mangmay, shu Ovminga yetib keldik. Nayda hashamat bir yotoqqa o'rinlashtirdi qaranglar. Shu sirtqa chiqmayla har qanday ehtiyoj hal bo'ladigan bir yotoq ekanda bu. Qaranglar. Datingizga bu hashamat. Dünyadaki en dağınık markalarının hemmesi tepildiki. İçideki magazınlardı. Bu yerde 2 meydan oyun vazifemiz var. Arlıqda inim muzat yemet emdi. Bu Venice deydiğen bir baza var. Baza dep koyumuz go biz emdi. Diyhan haq. Aşağıya bir apasam dedi. Maqıl dedim. Bağıçı dünyanın dağınık şu qurilishlarga taqlid qilib yasalgan nurg'un isil qurilishlarni ko'rdik. Bu Makao ancha bek cho'ng yavmagan ekan, ancha uzun mangmayla biz shu Venetsiya degan cho'ng bozorga yetib keldik. Kirpaqayli. Bu qurilishning ichidan teshig'icha shu ayni vaqtdagi Venetsiyadagi suv usti shahriga taqlid qilib yasalganken nurg'un pul ketgan o'xshaydi deyman bu yerga. Aylanib baqdik, bu yermi katta bozor ekan. Qaranglar. Hashamat bezalgandan boshqa shu dunyodagi danglik markalarning hammasi tepildi ekan bu yerda. Aylanib baqdik. Muzat dedi aka şu Venetsiya suv usti shahriga taqlid qilingan bir ko'chasi bor. Aşağıya bir ko'rsak bo'ldi deb biz bir qavatdan chiqib 3-qavatga chiqdik. Cho'nglig'ida endi izlab so'rab yurib, oxiri Muzat mana ko'rsatmoqchi bo'lgan suv usti taqlidiy shaharchisiga yetib keldik. Qaranglar. Oho. Rost shundaqki. Naq shu biz rivoyatlarda olgan heliqi suv usti shaharchisining naq o'zi ekanda. 3-qavatga suv usti shaharchisi sog'indiki nurg'un pul ketgan gapda bu Muzat. Desam umma dedi. Osmonmi? Naq osmonning o'zi. Oho. Ko'cha chiroqlaridan tortib o'rnatib o'tgan gapda. Bir-biriga o'tish yo'llar orqali tutashgan binolar. Oho. Hamma nima borki? Shahardagi hamma narsa tal bo'lishdan boshqa o'sha havanimi alayda bir qurilma bilan oksigen ta'minlaydigan o'xshaydi. Nayda sap havo, salqin, odamning badaniga eng mos keladigan bir xil temperatura ve hava. Bu 20-30 qavat binoning 3-qavatiga shunday suv, osmon, ko'riklarni yasab qaranglar. Nurg'un mablag' ketmay bu yerga. Mush O'stanning o'zila xil bir yerga bordi ekan o'ylanib. Şu bizning Qashqa qadimiy shahri deganga o'xshash. Uningdan nechasi ortiq mablag' sig'inganda. Ong'ichilar bizning naqshchilardan Zulfiqor qatorliq bolalar ko'rishib qoldik. Ularni aylanib tushiribdi ekan. Mashada bir xotir qoldirib qo'yish niyatiga kelib qoldik. Gözler kilip güzelim seni esletti. Dökülgen yapraklarım seni oynattı. Güzler geldi güzelim seni
hasreti. Dökülgen yapraklarım seni oyladı. Yetkin güzel yerim, dertlerimge yetkin. Keç küzde bulsumu ümit ivetkin. Yetkin güzel yerim, dertlerimge yetkin. Keç küzde bulsumu ümitler ivetkin. Ishqilib ko'ngillik bo'ldi. Gerçi mengib charchab ketgan bo'lsaqmi, kayfiyatlarimiz yuqori. Endi darhol qaytib o'yinga tayyorlik qilishimiz kerak. Biz bugun Omin Bayloxuy degan juchangda o'yin qo'ymoqchi. O'yinning muvaffaqiyatli bo'lishini umid qilamiz. Shunday qilib, Omindagi bu madaniyat almashtirish o'yin faoliyati muvaffaqiyatli tugidi. Yana qaytmasak bo'lmaydi. Hammamizning o'zimizga tushliq vazifamiz bor. Darhol cho'ng qo'shinga yetishib olishimiz kerak. Xayr, birodarlar.